Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar? Tuzumsizlar? Men Yigitga keldim, Qohraga. Bu orqamdagi bo'lsa Nil daryosi. Men hozir shu yerda bitta narsa tatib ko'rmoqchiman, degustation. Так что hozir try qilib ko'ramiz. Mazasini aytaman sizlarga qanaqaligini. Okey, o'zi nima ekan? Bu no'xatli sho'rvaga o'xshaydi. O'zi degan moxoraga. Faqat tomatnisiga o'xshaydi. Moxoraga o'xshab ketadi. Mana ko'ringlar. Bu misrlilarni ko'cha ovqatiga hozir yeb ko'ramiz, qanaqa bo'ladi. Yaxshilab qaynatilgan pomidorli no'xatga o'xshaydi. Ozgina achchiq qo'shilgan, limon qo'shilgan. Xullas qizlar, mazasi katta tomat qaynatib turib, suv qo'shilib, no'xat qo'shilganga o'xshaydi. Katta sho'r maza, lekin yaxshi bo'ladi. 10 dan 6 berardim. Lekin qornim och bo'lmasa yemasdim. Bo'ladi, yoqdi. Tavsiya qilmayman lekin. Xo'p, bu ko'cha ovqatini oti hummus halabesi ekan. Misrlilar yaxshi ko'rar ekan. Bizga ozgina sho'rli qiladi deb o'ylayman. Tomat bilan keyin biz unchalik chiqishmaymiz. Bizda sho'rvaga tomat qo'shilmaydi-ku. Mazasiga okey, 10 dan 6 berardim. Agar juda qorningiz och bo'lmasa, o'zbeklar yemasa kerak.